Hammaga salom o'rtoqlar. Mening ismim Avazxo'ja. 6 yillik interyer dizaynerman. Uyda suv toshib ketmasligi uchun nima yechim qilganimizni ko'rsatamiz o'zimiz obyektda. Mana bu yerda kichkina datchik protechkini, mana datchiki bor, ko'ryapsizlar. Mana shu datchikka hamma suv toshishi mumkin bo'lgan joyi tagiga qo'yiladi. O'zidan komplektidan ikkita chiqadi. Buni yana $20 turadi. Qo'shimcha sotsa bo'ladi. 3 ta, 4 ta, 5 ta, nechta tochkangiz borligiga qarab. Ustiga mana bu narsani bunday yopib qo'yamiz. Tashab qo'yamiz. Chiroyli bo'lib turadi. Stik bo'lib prosta. Buni stik bo'lib turadi. Xo'p, bu yoqqa bitta qo'yganmiz biz. Keyin mana bu bitta oshxonamiz bo'ladi. Mana bunda oshxona bo'ladi. Mana bu bitta rakvina bor. Rakvinani tagiga ham ko'rasizlar bitta qo'yganmiz. Mana bu bitta водонагревательli tagiga bitta qo'yganmiz. Xo'p, endi buni mana bunaqa datchikka bo'ladi. Bu datchik bizda shkaf ichida turadi. Mana shu ko'rsatib turadi. Mana yoqsa bo'ladi, on off 1.0 yoqib o'chiradigan joyi bor. Mana bunaqa krani bo'ladi. Bu krandan ikkita chiqadi, bittasi sovuq suvga, bittasi issiq suvga. Bu kran mana bu koteldan keyin turbaga ulanadi. Ko'rasizlar, o'zini mana bunaqa yoqib o'chiradigan narsasi bor. Close open deb yozib qo'yganman. Hop, buni mana hozir open da turibdi. Boyga datchikka mana menga agar suv tushsa, ko'rasizlar, mana buni hozir mana bu yerda ko'rsataman, uroving qilib qilingan. Mana bizda urovinimiz sanuzilda mana bu balandroq, bundoq bu yoqqa pastga qarab ketgan. Hammasi agar mana bu yerdan suv toshsa yoki bu yoqdan suv toshsa, bu yoqqa chiqmaydi-da, parketimizga chiqmaydi. Hammasi uroving bo'lib, mana bu yerga keladi. Mana menga suv tushishi bilan sразу mana bu avtomatik o'zi mana bu opendan close ga o'tadi. Hozir ham qattiq turibdi. Bitta ot kuchi yetmayapti buni bundoq qilib burashga. 3-4 ta ot kuchi kerak. Xullas, mana shu truba avtomatik yopiladi. Mana bu yerdan yo'l yopilgandan keyin suv toshishi to'xtaydi. Bu juda ham qulay. O'zi bu narsa $300 mi turadi. O'sha komplektida ikkita bunaqa krani chiqadi, ikkita datchik chiqadi, bitta anaqasi chiqadi. Ko'radigan boyga oq ko'rsatadigan monitor. Xo'p, bu nima uchun foydali? Mana ko'pchilik mana bu yerda o'zida bundoq qilib uroving qilib ketadi, mana bu joyni o'zida uroving qiladi, nariyoqqa suv toshmasligi uchun. Suv toshmasligi ertaga mana bu yerda polni tarket qilingan bo'lsa yoki parket qilingan bo'lsa, qancha materialingizni suvdan saqlab qoladi. Mana shu $300 lik kichkinagina datchik. Qaqqadir dam olishga ketishingiz mumkin yoki sayohatga ketishingiz mumkin. Ana o'sha paytda birdaniga uyda kimdir bo'lsa suv toshishini siz bilmay qolgan bo'lsangiz, bemalol xotirjam yuraverasiz. Mana bu datchik o'zi o'chirib qo'yadi, bemalol damingizni olib yuraverasiz. Xotir olsangiz ertaga mana bu toshib ketmadimikin suvda. Shu qatori mana bu yoqlarga ham qo'yganmiz. Mana bu yerda bizda prachitni bor, prachitning tagiga ham bitta qo'yganmiz. Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, izohga o'zingizning fikringizni qoldiring, like bosing va kanalga podpisatsiya bosib qo'ying. Qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz bizani. Shunaqa videolar ko'proq chiqarishimiz uchun yana nima maslahatlar bor, o'zingizlar qanaqa resheniyalar qilgansizlar, shularni ham yozib qoldirsanglar, men обязательно o'qib, shunga qarab videolarni chiqaraman. Yaxshilik bo'laversin, hammaga sog'lik, salomatlik.